Check it out. Check, 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 check it out. Check, 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 check it out. Check, check, check. Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana Zamin Reds kanali va men sizlar e'tiborlariga navbatdagi tahliliy videoni taqdim qilaman. Undan oldin sizlar like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz o'sha 28-fevral kuni bo'lib o'tgan Old Trafford stadionida va har qanday fond stadionida Chris Kavanagh boshchiligidagi sudyalar jamoasi tekshirgan o'yinda Manchester United Crystal Palace jamoasini qabul qildi va 2-1 hisobidagi g'alabaga, kutilgan g'alabaga erishdi va o'z o'rnini turnir jadvalida yanada ko'tarib, mustahkamlab o'sha Chempionlar Ligasiga beriladigan o'rinlarga mustahkam o'rnashib oldi deb o'ylayman. O'yin haqida qisqacha qilib aytganda nima deyish mumkin? Ko'pchilik tomonidan shu narsa ta'kidlandi. Carrickning Manchester Unitedga ikkinchi marta shu murabbiy bo'lib kelgandan keyin eng kuchsiz, ishonchsiz o'tkazgan dastlabki yarim taymi bo'ldi. Ya'ni o'sha dastlabki gol o'tkazib yuborilgandan keyin yarim soat mobaynida Manchester United oddiy o'zini jamoadoshlari bir-biriga bo'lgan yaqin masofaga pasni darajada to'g'ri bera olmay qoldi. Xatoliklar kuzatilishni boshladi. Lekin shu o'yinda birinchi taym so'nggi daqiqalariga kelib jamoa o'zini ruhiyatini tiklay oldi va qator hujumlar uyushtira boshladi va ikkinchi taymda buni o'z-o'zidan nima deydi, logistik nuqtasiga yetdi va ishonchli tarzda g'alaba qozona oldi. O'yin haqida, o'yindagi jarayonlarni gaplashib chiqadigan bo'lsak sizlar bilan, shu dastlabki daqiqada, 4-daqiqada Crystal Palace jamoasi standart vaziyatdan hisobda oldinga chiqadi. Crystal Palace jamoasi himoyachisi 4-daqiqada gol urib, Crystal Palace jamoasini oldinga olib chiqadi va 24-daqiqada kutilmaganda o'sha buni VAR ham ko'rmadi, sudya ham ko'rmadi. O'sha Luke Shawga nisbatan ishlatilgan qo'pollikdan keyin sudya hech qanaqa qarshi ko'rsatmadi. Jarohat yetkazgan futbolchiga va Luke Shawni biz 24-daqiqada Mazraouyning o'rniga zaminda qilganligini ko'rdik, almashtirilganligini ko'rdik. Va shu tariqa birinchi taym yakuniga yetdi. Ikkinchi taymda dastlabki daqiqalardan o'sha Crystal Palace jamoasi tomon darvozasi tomon uyushtirilgan hujumda Matheus Cunha juda ajoyib tarzda foydalana oldi va Bruno Fernandesga bergan pasidan keyin o'ziga nisbatan himoyachini, o'sha gol urgan himoyachini qo'pollik bilan to'xtatishga majbur qila oldi va shundan natijasida Crystal Palace hujum himoyachisi qizil kartochkaga loyiq topildi va maydonni tark etdi. Bitta ko'p bo'lib qolgan Manchester United jamoasi 57-daqiqada Bruno Fernandes aniq ijro etgan penaltidan keyin hisobda tenglashtirdi. Va shundan so'ng oradan 10 daqiqa o'tar o'tmas Manchester Unitedning iqtidorli hujumchisi deb baholanadigan so'nggi turlar, so'nggi 6 ta o'yinda adashmasam 8 tami 7 gol urgan Benjamin Sesko o'z so'zini aytdi va bizni hisobda oldinga olib chiqa oldi 2-1 hisobida va bu 65-daqiqada ro'y berdi. Shundan so'ng jamoamiz asosan zaminalarni qo'llashni boshladi. 75-daqiqada Seskoning o'rniga Diallo tushdi. 85-86-daqiqalarda esa Harry Maguire hamda Brian Mbeumolar o'rniga Eden Hazard hamda Joshua Zirkzee tushdi va shu tariqa o'yin o'z nihoyasiga yetdi va Manchester United ikkita har xil taymdan keyin ishonchli tarzda g'alaba qozona oldi deb o'ylayman. O'yin statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak XG bo'yicha Manchester United 2.16 ta golga o'yin namoyish qilgan, Crystal Palace jamoasi esa faqat shu standartni hisobga olmaganda 0.39 ta golga o'yin namoyish qilgan. To'p egallab turish bo'yicha 61 ga 39, zarbalar bo'yicha 20 ga 8, aniq zarbalar bo'yicha esa 11 ga 3 hisobi qayd etilgan. Ko'rib turibsizlar, o'yin nuqtai nazaridan ham, vaziyatlar bo'yicha ham hammasi bo'yicha Manchester United yaqqol peshqadamlikka erisha olgan. Endi shu o'yindan keyin turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak dastlabki o'rinda Arsenal jamoasi, ularda bitta tur ko'p, 29 ta tur o'ynagan va ularda 60 tur ochko mavjud.
Ularning yaqin ta'qibchisi Manchester City jamoasida esa 28 ta turdan keyin 59 ochko mavjud. 3-o'rinda esa ko'rishlaring mumkin Manchester United jamoasi 28 ta turdan keyin 51 ochko to'plagan holda ketyapti. 4-o'rinda Aston Villa jamoasi, ularda ham 28 ta turdan keyin 51 ta ochko, lekin to'plar nisbati bizda yaxshiroq bo'lganligi uchun biz shu 3-o'ringa mustahkam joylasha oldik deb ayta olaman. 5-o'rinda esa Liverpool jamoasi, ularda analogичный 28 turdan keyin 48 ochko to'plagan holda 5-o'rinda egallab turishdi. Ko'rib turibsizlar, hali birinchi o'rindagi Arsenal jamoasini ham g'alaba qozonish, chempion bo'lish hali aniq emas, chunki bilasizlar, Arsenal oxirgi turlarda o'yinda tashlab yuboradigan odatlari bor. Shu sababli endi hali chempionlik uchun kurash bo'ladi deb o'ylayman, chunki City bilan o'sha Arsenal jamoasini hali Arsenal jamoasini Manchester City bilan o'yinlari bor va o'ylaymanki, unda o'sha raqiblar bir-biriga ochko ulashib, ochko yerib, o'sha chempionlikni o'zaro hal qilib olishadi. Agar ular ko'proq xato qiladigan bo'lsa, undan Manchester United ham ijobiy tarzda foydalanib ketishi mumkin. Shu sababli hali Angliya Premyer Ligasida menimcha intriga bo'lmagan va biz oxirigacha kuzatishni davom etamiz. O'yindagi tarkibga keladigan bo'lsak, demak, darvozada Sani Lamins harakat qildi, ajoyib tarzda harakat qildi. To'g'ri, golda uni aybi yo'q deb ayta olaman, chunki to'p qarama-qarshi yo'nalishga yo'naltirildi va hujum himoyachilar orasida ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin. Himoyada esa Luke Shaw, Harry Maguire, Leno Yoro hamda Diego Dalotlar harakat qildi. O'sha dastlab o'tkazib yuborilgan goldan keyin umuman hamma hujumchilarimizda menimcha Maguire kamroq xato qildi, Luke Shaw kelasi, lekin Luke Shawda ham Maguiredan xatolar bo'ldi. O'sha Yoro hamda Dalotlar juda ko'p pozitsion, oddiy paslarni ham yaxshi yetkazib bera olmadi. Markazda, tayanch zonasida Kobe, Maynu hamda Kazimirolar harakat qilishdi ajoyib tarzda. Hujumchilar ortida Bruno Fernandes harakat qildi. Ikkita qanotda Mateus Cunha hamda Brian Mbeumolar bo'ldi va oldinda bizning yakka hujumchimiz Benjamin Sheshko harakat qildi va o'ziga bo'yatganda o'ziga yuklangan ishonchni oqlay oldi va u shu bilan zamindan tushib gol urish, faqatgina zamindan tushib gol urish mumkin emas, o'yinda 90 minut o'ynab ham gol urish mumkinligini isbotlab bera oldi deb o'ylayman. Va qolgan futbolchilarimiz ham o'sha qo'yilgan ballarni ko'rib turibsizlar, ajoyib tarzda o'yin namoyish qildi. Va shu o'yinda Bruno Fernandes qilgan foydali ishlari Angliya Premyer Ligasida o'sha 100-assist bo'lib hisoblandi, foydali harakat bo'lib va mana ko'rishlaring mumkin. Manchester United tarkibida kimlar o'sha 100lik davomni zabt etgan, qanday darajadagi futbolchilarni ko'rishlaring mumkin. Va Brunoning o'zini ham biz o'sha menimcha hech kim shubha qilmasa kerak, man of the match bo'lganiga va 100-assist bilan tabriklaymiz. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat edi. Sizlardan odatdagidek like bosishni, kommentariy yozishni hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos holda sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan Zamin Reds kanali bo'ldi va videoning so'ngida albatta sizlarga o'sha Crystal Palace darvozasiga urilgan ikkita golni qo'yib beraman. Sizlar esa o'zlarining aktivliklarini namoyish qilishlarini kutib qolgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Xayr. O'zlaringizni asranglar.